Yunusova Munira, yoshim 34 yoshdaman. Hozirgi kunda tadbirkorlik markazida tikuvchilik darsidan ayol va qizlarimizga dars beraman. O'zi shu bilim olish niyatida turli xil o'quv markazlarini ozgina surishtirib yurdim va keyin internet tarmoqlaridan Peshqadam maktabini ko'rib qoldim va ularga yozilib ro'yxatdan o'tib, mana hozirgi kunda bilim olib kelyapman. Bir kuni bir Erkin Malikka darslarida bo'lib qoldim. Yozuvchi ana o'shanda kitob o'qish uchun ham bir ustoz kerakligini, bir nima deydi, davri bo'lish kerakligini, do'stlik bo'lish kerakligini tushundimda, hamda kitobxonlik kursiga yozildim. Kurslarimizda o'qish jarayonida sizda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Ozgina qiyinchiliklar shu ba'zi darslarga ulgurolmay qolganim, endi yosh farzandlarim bor, lekin shunga bu borada turmush o'rtog'imga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman, chunki menga har doim yordam bergan, motivatsiya deydi-ku. Assalomu alaykum. Bugun siz bilan Peshqadamlik sari loyihasining navbatdagi sonida ko'rishib turibmiz. Keling birgalikda bugungi mehmonimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz, marhamat. O'zingizni tanishtirsangiz. Men Yunusova Munira, yoshim 34 yoshdaman. Hozirgi kunda tadbirkorlik markazida tikuvchilik darsidan ayol va qizlarimizga dars beraman. Muniraxon, tanishganimizdan xursandmiz. O'quv markazimiz haqida eng avval qayerdan ma'lumot olgansiz? O'zi shu bilim olish niyatida turli xil o'quv markazlarini ozgina surishtirib yurdim va keyin internet tarmoqlaridan Peshqadam maktabini ko'rib qoldim va ularga yozilib ro'yxatdan o'tib, mana hozirgi kunda bilim olib kelyapman. Aynan qaysi kurslarimizda ishtirok etdingiz bugunga qadar? Fonetika darsida, hamda kitobxonlik kursida, oila va ayol kursida va farzand tarbiyasi kurslarida ishtirok etib kelganman. Kurslarimizdan natijalar ola oldingizmi o'zingiz-chi? Albatta. Qanaqa natijalar oldingiz? Juda ham manfaatli. O'zi oldinlari ham kitob o'qishni yaxshi ko'rardim. Faqatgina shu kitob o'qiganimdan keyin shu kitob bilan bir gaplashadigan, fikr almashadigan insonim bo'lmas edi. Sababi o'sha kitob o'qigan bo'lish kerak-da, o'sha inson esa. Ana o'shanda bir kuni bir Erkin Malikka darslarida bo'lib qoldim. Yozuvchi ana o'shanda kitob o'qish uchun ham bir ustoz kerakligini, bir nima deydi, davri bo'lish kerakligini, do'stlik bo'lish kerakligini tushundimda, hamda kitobxonlik kursiga yozildim. Va bu kursda qizlar bor, 10ta guruhga bo'linib, qizlar har bitta guruhga bittadan o'qituvchi biriktirib qo'yilgan va biz olgan ma'lumotlarimizni, kitobdan chiqargan xulosalarimizni shu ustozimizga aytamiz yoki savollarimiz bo'lsa, tushunmagan joyimiz bo'lsa, bemalol so'raveramiz va ana o'shanda kitobga bo'lgan muhabbat undan ham uyg'ondi va kitobni har kun o'qishni, doimiy o'qishni o'zimga odat qilib oldim. Va bu kursda faqatgina kitob emas, o'zingizni kun tartiblaringiz, hayotingizda mana keraksiz, bekorchi vaqtlaringizni qanaqa to'g'ri taqsimlash, qanaqa bir yaxshi natijaga erishish yo'llarini ham o'rgatishar ekanda. Mana hozirgi kunda ham shu odat o'zimga shakllanib borgan. Har hafta bir kitobni tugatishga harakat qilaman. Juda ham yaxshi, xursandmiz bundan. Ayol va oila kursini o'qiganimdan keyin hamda shu kitobxonlik kursida ikkalasini baravar o'qiyotgandim. Ana o'shanda ayol kishi, mana o'zim hunarim bor, tikuvchilikman, shu paytgacha uyda bu ishim bilan shug'ullanganman va bu ishimni boshqa bir ayollarga ham manfaatli bo'lishi uchun, hech bo'lmasa shu o'zligizga biror bir libosni tikib olish uchun o'rgatishni niyat qildim va o'zimga maqsad qo'ydim shundan keyin va shu yo'nalishim bo'yicha ishga kirdim. Hozir mana o'sha 3-chi kurs qizlarimizni, shu ayol va qizlarimiz, uyda o'tirgan ayollar yokida bir hunari yo'q ayollarni mana shu tikuvchilik kursida o'qib, hozirgi kunda yaxshi natijalarga erishyapti. Demak, va bu sabab bo'ldi menga. Maqsadlarim sari mana shu kitobxonlikda ayol va kurslarda o'qib o'zimga maqsad qo'ydim. Men ham uddaliman, men ham harakat qilaman, qo'limdan keladi shu eshitib o'zimda bir kuch topa oldim.
bu narsaga oson bo'lmadi. Necha yillar mana shu uyda o'tirib, ko'pchilik shogird olmaysizmi desa, cho'chirdim-da, qanaqadir, o'rgata olmayman, yo men qo'limdan kelmaydi, men eplolmayman derdim-da. Hattoki mana shu nutq so'zlashuvni ham mana qancha ustozlardan o'rgandik-da, qanaqa qilib tushuntirib bera olish o'zingizni fikringizni. Bunga ham kitobxonlik kursi juda ham katta yordam berdi. Demak, hayotingizdagi katta burilishlarga sabab bo'ldi kursimiz. Bundan juda ham xursandman. Sababi ancha ayol qizlarimiz o'zlarini ichidagi bor mahoratlarini tashqariga chiqarisha olmaydi, ko'rsatisha olmaydi, qo'rquvlari sabab bo'ladi, o'zlariga nisbatan ishonchsizliklari sabab bo'ladi. Siz buni yengib o'tganingizdan va bunga bizning kurslarimiz sababchi bo'lgandan xursandman. Rahmat. Muniraxon, natijalaringiz tahsinga sazovor. Ana endi bu natijalarga yetib kelguncha kurslarimizda o'qish jarayonida sizda qanday qiyinchiliklar bo'ldi? Shu haqida ham aytib o'tsangiz. Ozgina qiyinchiliklar shu ba'zi darslarga ulgurolmay qolganim, endi yosh farzandlarim bor, lekin shunda ham bu borada turmush o'rtog'imga juda ham katta minnatdorchilik bildiraman, chunki menga har doim yordam bergan, motivatsiya deydi-ku, o'qi deb turarlar-da, bilim ol. Men kitob o'qiyotganim ko'rib kitoblarimni ham olib bergan, hattoki farzandlarimga qarab turarlar shu 2 soat dars davomida. Juda ham katta yordam berdilar. Ozgina shu farzandlarni nima deydi, dars paytlaridagi vaqtiga ozgina qiyinchilik bo'lib qoldi, lekin uddaladim deb o'ylayman. Natijalar yomon bo'lmadi. Mana hozir ham farzandlarim kitobga mehr qo'yishdi. Men orqali men o'qib beraman, ular ham men bilan baravar kitob sotib olishadi. Do'konga borsak, menga ham olib bering deyishadi-da. Keyin hozirgi kunda poyga ham o'ynab qo'yamiz-da. Kim birinchi tugatish deymiz-da. Mendan oldin ham tugatib qo'yadi katta o'g'lim. Xursand bo'lib ketaman. Chunki ona o'qisa, farzand ham o'tirib o'qirganda, "Oyi, nima o'qiyapsiz?" deb kelishadi-da. "Sizga ham aytib bering, o'qiganingizni" deyshadi. Ana o'shandan keyin bolalarga bir anaqa kitobga bo'lgan muhabbatni ko'rib, ularga ham mana hozir ketma-ket kitob olib beramiz. Ikkalamiz baravar tugatamiz, kitob do'koniga boramiz, yana sotib olamiz. Yana baravar tugatamiz. Hattoki kichik o'g'limga ham shu narsani kundalik reja qilib qo'ydik. Kuniga bir betdan kitob o'qib topshiradi. Hozirgi kunda men telefon tarmoqlari, internetdan bolani chiqarib olish juda ham qiyin bo'lyapti-da. Shuning uchun farzand tarbiyasi kursida ham o'qidim-da. Undan ham juda katta ma'lumot oldim-da. Internet yokida bir ko'chadagi insonlar farzand tarbiyalab qo'yishdan oldin farzandimizni biz o'zimiz tarbiya qilishimiz kerak ekan-da. Ana uning uchun biz o'zimiz bilimga ega bo'lishimiz kerak ekan. Bolaga qanaqa kitob o'qish mumkinligi, qanaqa ertaklarni aytib berish mumkinligini oldinlar ahamiyat bermas ekanman-da, ko'rayotgan videolariga, ko'rayotgan multfilmlariga ahamiyatli bo'lmagan ekanman. Jim o'tirsa bo'lganda endi ishlarimizga ulgurishimiz uchun. O'shandan keyin o'sha ahamiyat beradigan bo'ldim-da, bular nima ko'ryapti? Keraksiz videolar, keraksiz roliklar, keraksiz multfilmni ko'rishayotgan ekanda. Keyin hammasini sortirovka qilishni boshladim. Qaysi birini chiqaramiz, qaysi birini qoldiramiz qilib. Hozir lekin natija yomon emas. Juda ham yaxshi. Bilasizmi, o'quvchilarimizni natijalarini birlashtirib turadigan bir nuqta bor. Har bir kelgan o'quvchimiz, shu bugunga qadar suhbatlashganlarim ichida aytishadiki, men orqali oilamda ham o'zgarishlar bo'ldi. Men o'qidim, farzandlarim ham kitob o'qiydigan bo'ldi deyshadi. Bu esa juda ham katta natijamiz deb ayta olaman, baralla. Demak, mana shu bilimlarga sababchi bo'layotgan Peshqadam maktabi haqida gaplashsak, Peshqadam maktabi siz uchun nima? Imkoniyatlar maktabi deb bilaman. Chunki juda ko'p bilmagan narsalarimni shu maktabga kelib o'rgandim, bildim. Farzand tarbiyasi haqida ham. Onalarni kuzatardim-da. Kimni tarbiyasi yaxshi, kimni tarbiyasini qo'llasam ekan debdi. Chunki o'zimda mukammal bir reja bo'lmaganda, mukammal bir tarbiya usuli bo'lmagan. Ana o'shaning uchun ko'pchilik onalarni yurganimda, o'zim opa-singillarimni, o'zimga yaqin odamlarimni kuzatardim. Kimni farzandida bir yaxshi natija bo'lsa, shuni yo'lini tutaman derdim-da. Lekin shu Peshqadam maktabga kelib, o'zimni yo'limni topdim deb bemalol ayta olaman. Bundan biz ham xursandmiz. Peshqadam maktabiga nima degan bo'lardingiz? Takliflaringiz, fikr mulohazalaringizni aytib o'tishingiz mumkin. Takliflarim bor edi. Kasb-hunar bir yo'nalishini ham o'rgatish yo'nalishini ham
joriy qilinsa yaxshi bo'larmidi deb o'ylayman. Chunki qizlar hozirgi kunda turmushga chiqqandan keyin uyda o'tirib, o'zi uchun ham, farzandlari uchun ham ozgina bir kasb hunari egallasa ham yaxshi bo'lardi. Peshqadam maktabidagi barcha xodimlarga hamda ustozlarimizga, bizga bilan berib kelayotgan ustozlarimizga minnatdorchilik bildiraman. Taklifingiz va tashrifingiz uchun tashakkur. O'ylaymanki, bugungi suhbatimiz ko'plab ayollarga manfaatli bo'ladi. Sababi o'zlarini iqtidorlarini ko'rsata olmayotgan, o'z ustilarida ishlamay, hali menga vaqt bor deb o'tirgan ayollarimiz ham talaygina. Tashakkur. Rahmat sizlarga ham taklif uchun. Agar siz ham o'quv markazimiz kurslaridan birortasida ishtirok etib, peshqadamlik sari biz bilan yo'lga chiqqan bo'lsangiz, shu loyihamizda siz ham ishtirok etishingiz mumkin. Buning uchun quyidagi havola orqali ro'yxatdan o'ting.